Assalomu alaykum. Navbatdagi mashqni ko'ramiz. Bu futbol koptagi tushishi. Judayam yaxshi. Judayam yaxshi. Xo'p, birinchi tushishiga ko'ramiz. Tushishini. Tak. Spacinglarni e'tibor beramiz. Tak. Mana bu yerda ikkita kadr bir xil bo'lib qolibdi. Birinchi, ikkinchi kadr. Shu bittasini o'chirib tashlasangiz yaxshiroq bo'lardi. Spacinglari yaxshi. Yaxshi. Yo'q ham yaxshi. Sakrashlar ham birinchi sakrash mana bu yergacha. Tak. İkinci sakrash bu yoqqacha ekan. Tak. Birinchi sakrash. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Xo'p. Tushishida sal muammosi bor ekan. Qarang, birinchi marta mana buncha joyga tushyapti, taxminan. Ikkinchi marta shuni qarang, yarmigacha tushdi. Taxminan yarmigacha. Keyingisida ham mana yarmigacha tushdi. Taxminan. Bu ham to'g'ri. Keyingisi sal ko'payib ketibdi. Yarmigacha tushiring mana bu yergacha. Undan keyingisi ham ko'paygan, uni yarmigacha tushiring. Keyingisi ham qarang, juda ko'payib ketgan. Buni yarmigacha tushirish kerak. Keyingisi ham xuddi shunday. Yo'q. Bu mana bu yergacha ekan. Ozgina tushish kerak ekan mana. Xo'p, mana bu yergacha, mana bu yergacha ekan. Adashmasam. Tak. Xo'p, yarmigacha. Xo'p. Bu yer ham yarmigacha bo'lishi kerak. Bu yaxshi. Mana bunda buzilgan o'sha, adashmasam. Yarmigacha mana bu yergacha tushish kerak. Keyingisi ham xuddi shunday. Yarmigacha tushish kerak. Keyingi sakrash ham xuddi shunday. Yarmigacha sakrash kerak. Oldingisini yarmigacha. Bu ham xuddi shunday. Oldingisini yarmigacha. Keyingisi ham xuddi shunday. Yarim. Hammasini yarim bo'lib ketaveradi. Yarimgacha sakraydigan bo'lsa, hammasi bir xil yarimgacha sakray. Oldingisini yarimgacha sakrash kerak. Bu birinchi narsa. Ya'ni spacingni to'g'rilab chiqasiz. Xo'p, timing. Mana bu yerda ikkita kadrga chiqyapti, bitta kadrga tushyapti. Shuni ikkita kadrga chiqarish, ikkita kadrga tushirish qilaman. 84-kadrdagi animatsiya. Mana bu yerga bitta kadrga chiqyapti, bitta kadrga tushyapti, bitta kadrga chiqyapti, bitta kadrga tushyapti. Bularni qo'ysangiz bo'ladi. Faqat shu kamaytirish kerak, chunki mana bu yerga qitirlab qolyapti-da, chunki spacing noto'g'ri bo'lgani uchun qitirlab qolyapti. Xo'p, birinchisi bu. Endi squash and stretchga o'tamiz. Mana bu yerda teng yarmiga kelgunicha squash stretch qilmaslik kerak. Mana bu yerda mana bu kadringizda dumaloq bo'lsin. Bu kadringizdan keyingisida mana bu yerdan dumaloqligini, даже mana shu yerda ham dumaloq bo'lgani yaxshi.
Mana bu yerda tushsangiz bo'ladi. O'zi bitta kadr qolgan ekan, bu yerda tushsangiz bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday. Keyingi sakrash mana bu yergachami? Teng yarmida mana bu yerda dumaloq bo'lishi kerak. Ya'ni squash stretch bo'lmasligi kerak. Mana shu narsalarda hammasiga takrorlab chiqaman shunaqa. Teng yarmigacha squash stretch bo'lmasin. Tepadan tushayotgan vaqt. Xo'p. Keyingisi. Keyingisi yonga yurish. Yaxshi, bir xil anov bilan ketyapti. Mana bu yerda qarang. Mana bu yerda to'xtab qoldi-da, qarang, joyida to'xtab, sakrab qoldi-da, joyida. Yonga yurmayapti-da, yonga hech qaysi tomonga yurmayapti-da. Keyin birdaniga yonga yurib ketib qoladi. Bunaqa emas. Sekin qilib bunaqa to'xtab, keyin sekin yursin-da. Sizniki kelyapti-da, to'xtab, joyiga to'xtab qolyapti, keyin bu yoqqa yurishni boshlayapti-da. Shu to'xtashni olib tashlash kerak. Mana bu yerda qarang, joyida sakrab qoldi-da, keyin bu yoqqa yonga birdaniga yurib ketyapti. Keyin oxiridagi mana bu yurish juda ko'p. Juda ko'p kerak emas. Xuddi shamol ana qilganday bo'lyapti. Eng yaxshi usul ne kesin. Mana sekin to'xtaydi, sekin to'xtaydi, qotib qolmaydi. Keyin ozgina bu yoqqa yuradi va ozgina bu yoqqa yuradi. Qarang. Mana bu yurishga nisbatan e'tibor berganingizda mana buncha yursa, shuni 10 dan 1mi, 20 dan 1icha buncha yuradi. Qarang. Buncha yurgani 20 dan 1i. Keyin men bunisida ham xuddi shunday. Buni 20 dan 1icha bu yoqqa yuradi ozgina. Ko'rdingizmi? Ozgina. Shunda qalqib to'xtaydi-da, qalqib to'xtaydi. Bu narsa. Xo'p, keyingisi endi rotation. Xo'p, mana bu tushayotgan vaqt, sakrayotgan vaqti rotation qo'shilmagan. Rotation qiling. Maslahatim, rotationingiz mana bu yerlarda juda murakkab bo'lib ketgan. Ya'ni har xil ana ularda rotation bo'lgan. X, Y, Z rotationlarda bo'lgan. Faqat bittasini ishlatganingiz ma'qul. Faqat mana bu anavni ishlating. O'qni ishlating, shu o'q bo'yicha rotation qiling. Mana bu yoqqa sakrab yuryaptim, baribir ozgina rotation bo'lsin. Bunaqasiga bo'lsin. Mana bu yerda keyin ana buksavot anavlar bo'lmasin. Mana bu yerda buksavot bo'lib ketyapti, ya'ni yurganidan ko'ra ko'proq rotation bo'lib ketyapti. Buni kamaytirish kerak. Mana bu yerda ham ko'p 3 ta anovda rotation bo'lib ketyapti. 3 tada qilmang, har doim bittada qiling. Chunki sodda va tushunarli bo'lish kerak. Ya'ni animatsiyani sodda qilishga harakat qilish kerak. Murakkab qilishga harakat qilish kerak emas. Mana bu yerda sirpanish bor. Sirpanishni yo'qotasiz, mana. Mana bu yerda mana to'xtashlari ham juda ham taymingi juda qitir bo'lib qolganda, xuddi pukakdan bo'lgan duppiga o'xshab qolgan. Taymingi juda kichkina bo'lgani uchun o'ngga chapga yurishingizda. Uni oralarini oching. O'ngga bunday, chapga bunday. Buncha qilib oralarini ochasiz. 10 15 kadr yoki 10 kadrlar yoki 8 kadr u yoqqa bu yoqqa qilsangiz bo'ladi. Sizga hozir 1 2 3 kadr bo'lib qolganda, 1 2 kadr bo'lib qolgan. Mana shular. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sog' bo'ling, salomat.